Assalomu alaykum barchaga meni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan radnolarim, jigarlarim. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tan jonlaring sog' salomatmi? Allohga behisob shukr, hozirgi kunlarda biz ko'proq safarlarga chiqamiz, chet el safarlariga, Rossiyaga, Yevropaga. Qo'sh turnal ichidagi do'stlarim aytishadi ko'proq. O'rta $3000 qarz berib tur. O'rta bitta telefon olib jo'natib yubor, iPhone Pro 16 Max'dan senga muammo emas, cho'ta emas-ku deydi. Yo'q, lekin afsus, Allohga shukr yomonman, muammo emas. Lekin aytadi-ku, pul munosabatda bizada. O'shaning uchun bu do'stlarim bilan munosabat buzishni xohlamayman. Biz ham shu Yevropaga kelib mehnat qilamiz. Hamma insonlar qatorida-da. Ular o'ylaydiki, chetda yurganlar pulni sifrab olyaptimi? Yo'q, aslo unday emas. Hozir men sizlarga ko'rsataman. O'zbekistondan kelgan jigarlarimiz nima ish qilishayotgan. Mana shundoq qilib mehnat qilib, pul topib oilasini boqishmoqda. Malades, krasavchiki, malades. Mana shu musofirda yurganlarga like bosib qo'yamiz jigarlar.